qadrli mehmonlar, ustoz sohiblar va javon binogalarimiz, hammalaringizdan talashlaringiz uchun, kelganlaringiz uchun bir jahon siposguzorlik bildiraman. Qanchaki sihhatiy mushkullari bo'lgan holatiga kelib mana shu yerga ishtirok etdilar, hammasidan bir jahon siposguzorlik bildiraman. Bu tarixiy ro'zga Afg'oniston turklarining oyindasi uchun va biza har zamon bu shiorni aytganmizki, ne biza zulm ko'raylik, ne bir tagi biza zulm qilamiz. Inshaalloh taolo shu shiorimizni oyindalarga va Afg'onistonimizga inshaalloh shona va shona borib, shularga yaxshi doimiy bir sulhni, oromlikni bo'lgan bir Afg'onistonda ko'rish Xudovand bizlarga va birlikda nasib qilsin. Onun uchun takroran bu chalashtoyimizga, ilmiy yig'inimizga kelganlari uchun bir jon tashakkurlik bildiraman. Chunki bu zamonga olishimizning sababi Afg'onistonga bo'lib to'xtagan Safot shamolga, xususan Turkiston zaminga bo'lib to'xtagan bu zulmni tilga keltirmoq va buning uchun ilmiy bahslarimda xususan professor ustozlarimizdan, doçent ustozlarimizdan Afg'oniston yigitlari ki mana shu vaqtiga o'qib kelgan va hozir ustoz bo'lganlar ularni og'zidan eshitib va qanday bir yo'llarni topish kerakki, ularga akademik ilmiy bir shaklda javob bersak. Toliblar qancha Safot shamolga, Turkiston zaminga bu harakatlarni anjom bersalar, bilsinlarki, bu millat hech vaqt yodidan chiqarmaydi. Bu to'proqlar Afg'oniston turklarining tam ma'nosi bilan minglarcha yillik to'prog'idir. Qanchaki damga o'zbekni, turkmanni qo'yib bu harakatlarni ham qilsalar, bilsinlarki, ro'z-baroz sulhga bo'lgan imkonni qo'ldan berib kelayotibdilar. Uning uchun toliblarga shu vaqt borki, tezroq bir shaklda muzokara yo'liga kirsinlar. Agar ularni mumkin oxiriy chanslari bo'lsa, hech vaqt Afg'oniston turklari ne tilidan, ne farhangidan, ne to'prog'idan voz kechmaydi. Hammalaringizga bir jon tashakkur. Alloh panohida bo'lalar. Katta rahmat bu chalishtoyimizga, ilmiy yig'inimizga ishtiroklaringiz uchun. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.